Davlat xaridlarining mohiyati. Ortiqov Ulug'bek domla tekshiradi. Bajardi BNG 71 talabasi Hafizova Kamola. Reja davlat xaridlarining ta'rifi va ahamiyati. Ikkinchisi, xarid jarayonining asosiy bosqichlari. Uchinchisi, xaridning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri. Kirish. Davlat xaridlari davlat organlari va tashkilotlari tomonidan bozordan tovarlar, ishlar va xizmatlarni qonuniy asosda sotib olish jarayonidir. Bunda asosiy maqsad iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash va davlat mablag'larini oqilona sarflashdir. Ularning mohiyati shundaki, bu jarayon davlat ehtiyojlarini qondirish, adolatli raqobat muhitini yaratish va shaffoflikni ta'minlash orqali resurslarning samarali taqsimlanishiga xizmat qiladi. Davlat xaridlari tushunchasi. Davlat xaridlari nima? O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi davlat xaridlari to'g'risidagi qonunida keltirilganidek, davlat xaridi davlat buyurtmachilarining tovarlarga, ishlarga, xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini pulli asosda ta'minlash jarayoni. Elektron davlat xaridlari axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda davlat xaridlarini amalga oshirish shakli. Davlat buyurtmachilari kimlar? Bular byudjet buyurtmachilari va korporativ buyurtmachilar davlat buyurtmachilari hisoblanadi. Davlat xaridlarining asosiy turlari. Bular mahsulotlar, moddiy aktivlar va tovarlarni sotib olish, masalan, ofis jihozlari yoki kompyuterlar kundalik ehtiyojlar uchun qo'llaniladi. Xizmatlar, turli xizmatlarning xaridi, jumladan, masalan, xizmatlari, ta'mirlash yoki axborot texnologiyalari bo'yicha xizmatlar, ishlar bo'limiga turiga qurilish, ta'mirlash yoki infrastruktura loyihalarini amalga oshirish uchun ko'rsatiladigan ishlar kiradi. Har bir tur davlatning ehtiyojlari va iqtisodiy faoliyatiga bog'liq muvofiq ravishda tegishli vaqt va sharoitda qo'llaniladi. Ya'ni bu yerda davlat xaridlari 3 turga ajratilgan. Mahsulotlar, birinchisi bu moddiy narsalar, ya'ni ko'rish va ushlash mumkin bo'lgan buyumlar. Xizmatlar bu xizmat ko'rsatish faoliyati, ya'ni natijasi moddiy shaklda bo'lmaydi. Ishlar esa katta hajmdagi loyihalar bo'lib, odatda qurilish yoki ta'mirlash bilan bog'liq bo'ladi. Har bir tur davlat ehtiyojiga qarab tanlanadi ekan. Keyingi davlat xaridlarining iqtisodiy ahamiyati. Birinchisi, iqtisodiy rivojlanishga ta'siri. Davlat xaridlari iqtisodiyotning turli sohalarida investitsiyalarni rag'batlantiradi va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga yordam beradi. Byudjet va moliyaviy barqarorlik. Davlat xaridlari davlat byudjetining samarali sarflanishini ta'minlab, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shuningdek, xaridlar orqali korrupsiyani kamaytirish va moliyaviy nazoratni kuchaytirish mumkin. Ta'minot va talab mexanizmi. Davlat xaridlari bozorda talabni shakllantiradi va ta'minot tizimini mustahkamlaydi. Bu o'z navbatida ishlab chiqarish hajmi va sifatini oshirishga, shuningdek raqobatni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Davlat xaridlari orqali iqtisodiyotda pul aylanishi oshadi. Davlat xarid qilganda korxonalar daromad oladi va ishlab chiqarishni kengaytiradi. Bu esa yangi ish o'rinlari paydo bo'lishiga olib keladi ekan. Natijada iqtisodiyot barqaror rivojlanadi. Davlat xaridlarining ijtimoiy ahamiyatining ko'rsatkichi. Davlat xaridlari ijtimoiy sohada bir necha muhim yo'nalishlarga ta'sir ko'rsatadi. Grafikda ish o'rinlari yaratish, kichik va o'rta biznes rivojlantirish hamda ijtimoiy infratuzilmani qo'llab-quvvatlash kabi ko'rsatkichlar orqali davlat xaridlarining jamiyatga ijobiy ta'siri aks ettirilgan. Eng yuqori ulush odatda ijtimoiy infratuzilma va biznesni qo'llab-quvvatlashga to'g'ri keladi. Ya'ni davlat xaridlari qat'iy qoidalar asosida o'tkaziladi. Bu mablag'larning behuda sarflanishining oldini oladi. Shaffoflik tufayli barcha jarayon nazorat qilinadi va noqonuniy harakatlar kamayadi. Bu esa davlat moliyaviy tizimini mustahkamlaydi.
Keyingisi davlat xaridlarining ahamiyatini umumlashtirish. Davlat xaridlari nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki ijtimoiy va siyosiy ishonchni mustahkamlaydi. Samarali boshqarish orqali resurslar tejab, davlat byudjeti samarali ishlatiladi va korrupsiyaning oldi olinadi. Uzoq muddatda davlat xaridlari milliy rivojlanish, xizmat sifatini oshirish hamda fuqarolar manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga sifatli va vaqtida bajarilgan xaridlar orqali ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy o'sish qo'llab-quvvatlaniladi. Ya'ni bu yerda davlat xaridlari bozorda talabni oshiradi. Talab oshganda ishlab chiqaruvchilar ko'proq mahsulot ishlab chiqaradi va sifatini yaxshilashga harakat qiladi. Shu bilan birga korxonalar o'rtasida raqobat kuchayadi. Bu esa bozor rivojlanishiga olib keladi. Davlat xaridlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati. Birinchisi, ijtimoiy muassasalarni moddiy texnika bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Masalan, maktabgacha ta'lim muassasalari uchun oziq-ovqat, o'yinchoqlar, maktablar uchun stol-stul, kompyuter texnikalari, sog'liqni saqlash muassasalari uchun tibbiy jihozlar va dori vositalari. Ikkinchisi, ijtimoiy infratuzilmani shakllantirishni va yaxshilashni ta'minlaydi. Masalan, yo'llar, ko'priklar qurish, ta'mirlash, jamoat transport vositalarini sotib olish, ichimlik suvi quvurlari va elektr liniyalarini tortish davlat xaridlari orqali amalga oshiriladi. Uchinchisi, iqtisodiyotda sog'lom raqobatni muhitini shakllantiradi. Ya'ni, tadbirkorlik subyektlari davlat xaridlari tizimidagi savdolarda g'olib bo'lish uchun mahsulot tannarxi va narxini pasaytirish, sifatini esa oshirish choralarini ko'radi. To'rtinchisi, mablag'larni tejash va ularni sarflash ustidan moliyaviy nazorat ta'minlanadi. Xarid qilishning qonun-qoidalari va xaridlar ustidan nazorat qiluvchi organlar ushbu vazifaning amalga oshirilishini ta'minlaydilar. Beshinchisi, elektron savdolar rivojlanadi. Bugungi kunda xarid qilish tartib-taomillari maxsus elektron shaklda amalga oshirilayotgani, xaridlar bo'yicha elektronlar, e'lonlar va tuzilgan shartnomalar maxsus axborot portalida joylashtirilishi barcha xarid tizimi subyektlaridan elektron savdolarda ishtirok etish uchun zarur bilim va texnik jihozlarga ega bo'lishni talab etadi. Ya'ni keyinsa xaridlarning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirini oshirish usullari. Kirish, iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirga umumiy nazar. Davlat xaridlari mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy rivojida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga samaradorlik va adolat tamoyillari oshirish orqali ta'sirni kuchaytirish zarur. Samarali monitoring va shaffoflikni ta'minlash, xarid jarayonlarini doimiy ravishda kuzatish va ma'lumotlarni ochiq tarzda taqdim etish orqali korrupsiya va moliyaviy yo'qotishlarning oldini olish mumkin. Bunda amaliy misol sifatida onlayn nazorat platformalarini joriy etish keltiriladi. Raqobatni rag'batlantirish va innovatsiyalarni joriy etish, bozorda erkin raqobatni qo'llab-quvvatlash hamda yangi texnologiyalar va yechimlarni tatbiq etish natijasida xaridlarning samaradorligi oshadi. Buning yaxshi namunasi sifatida ilg'or tender tizimlari va raqamli avtomatlashtirish loyihalari misol bo'la oladi. Davlat xaridlari mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy rivojida muhim rol o'ynaydi. Ya'ni shu bilan birga samaradorlik va adolat tamoyillarini oshirish orqali ta'sirini kuchaytirish zarur. Xaridlarni samarali boshqarish tamoyillari. Shaffoflik. Birinchisi, barcha xarid jarayonlarini oshkora va adolatli o'tkazish, ma'lumotlarni ochiq taqdim etish zarur. Keyingisi, hisobdorlik, mas'uliyatni belgilash va xarid jarayonlarida natijalar uchun javobgarlikni oshirish. Samaradorlik, resurslarni optimal ishlatish va xarid jarayonini
tez aniq bajarish, innovatsion yondashuvlar, yangi texnologiyalar va metodlarni qo'llash orqali yanada takomillashtirish. Ya'ni bu tamoyillar xarid tizimining asosiy qoidalari. Agar ular to'g'ri ishlasa, tizim samarali va ishonchli bo'ladi. Rejalashtirish va ehtiyojlarni aniqlash. Rejalashtirish jarayonining ahamiyati. Xaridlar samarali boshqarishda rejalashtirish jarayoni xaridlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asosiy bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda ehtiyojlar aniq belgilanadi va xarid qilishning asosiy yo'nalishlari belgilanadi. Ehtiyojlarni aniqlash va byudjetni belgilash. Ehtiyojlarni aniq tahlil qilish xaridlarning to'g'ri yo'naltirilishiga yordam beradi. Shuningdek, byudjetni to'g'ri belgilash xarid jarayonida moliyaviy cheklovlarni hisobga olishga imkon beradi. Xarid strategiyasini ishlab chiqish. Xarid strategiyasi ishlab chiqish jarayonida optimal narx va sifat va yetkazib berish muddatlari hisobga olinadi. Bu bosqichda tavsiyalar va amaliy misollar yordamida samarali strategiyalar shakllantiriladi. Ya'ni aniq rejalashtirish noto'g'ri bo'lsa, butun xarid jarayoni xato ketadi. Shuning uchun ehtiyojni aniq bilish va byudjetni to'g'ri ajratish juda muhim. An'anaviy va zamonaviy boshqaruv. Bunda strategiya, xarid strategiyasini ishlab chiqish degani, strategiya bu oldindan reja qilish, eng yaxshi variantni tanlash uchun narx, sifat va vaqt birgalikda hisobga olinadi. An'anaviy va zamonaviy boshqaruv usullari. Davlat xaridlarini boshqarishda an'anaviy usullar va zamonaviy raqamlashtirilgan usullar o'rtasida asosiy farqlar va ularning samaradorligi taqqoslanadi. Bu taqqoslash xaridlarni boshqarish jarayonini yaxshilash va samarali usullarni tanlashga yordam beradi. An'anaviy boshqaruv qog'oz asosida hujjatlarni yuritish, qo'lda hisob-kitob qilish, jarayonlarni uzoq va murakkab, tashqi shaffofligi past, moslashuvchanlik cheklangan, natijalar sekin olinadi. Zamonaviy boshqaruv usullarida esa raqamlashtirilgan tizimlar qo'llaniladi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar, tez va samarali boshqaruv, shaffoflik va nazorat yuqori, ma'lumotlar real vaqt rejimida moslashuvchan va kengaytirilgan. Ya'ni bu yerda eski va yangi tizimlar solishtirilgan. Zamonaviy tizimlar tezroq, aniqroq va shaffofroq ishlaydi. Shuning uchun hozir raqamli tizimlar muhim. Davlat xaridlari tizimidagi elektron savdolar quyidagi axborot portallarida amalga oshiriladi. xarid.uz, xarid.uz davlat xaridlari elektron tizimi. Keyingisi corporation.uz O'zbekiston Respublikasi elektron kooperatsiya portali hisoblanadi. Mas'ul O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hisoblanadi. Shaffof ms.uz shaffof qurilish milliy axborot tizimi hisoblanib, mas'ul O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hisoblanadi. Bu platformalar orqali barcha xaridlar onlayn o'tkaziladi. Bu esa jarayonni tezlashtiradi va shaffof qiladi. Xulosa, davlat xaridlari davlat tashkilotlarining ehtiyojlarini qondirish va resurslarni samarali taqsimlash uchun amalga oshiriladigan muhim jarayondir. Bu jarayon iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, shaffoflikni ta'minlash hamda korrupsiyaga qarshi kurashda asosiy rol o'ynaydi. Shu bois davlat xaridlarining mohiyati samaradorlik, adolat va hisobdorlik prinsiplari asosida amalga oshirilishini ta'minlashdir. Xulosa, ya'ni davlat xaridlari mamlakat rivoji uchun juda muhim. Agar u to'g'ri boshqarilsa, iqtisodiyot o'sadi, korrupsiya kamayadi va jamiyat farovonligi yanada oshadi. Foydalangan adabiyotlar: davlat xaridlari va iqtisodiy samaradorlik. Abdullayev 2015-yil. Keyin davlat xaridlarining qonuniy asoslari.
Uchinchisi, davlat xaridlarida oshkoralik va raqobat tamoyillari, iqtisodiyot va huquq kitobi. 7 ta foydalanilgan adabiyotlar va e'tiboringiz uchun rahmat.